Assalomu alaykum. Aziz tomoshabinlar va qadrli kanalim obunachilari. Bugun men siz bilan shunday muhim va ko'pchilikni hayratga soladigan bir mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu ma'lumotlar ishonchim komilki, minglab yurtdoshlarimiz, xususan 65 yoshdan oshgan aziz keksa avlod vakillarining hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin. Sizga har oyda qonundan tegishli bo'lgan. Ammo ko'pchilik bilmagan qo'shimcha to'lovlardan mahrum bo'lishingiz mumkinligini bilasizmi? Bu haqiqatan ham shok ma'lumot bo'lishi mumkin. Shuning uchun iltimos videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Hozirroq kanalimga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar hayotingizda juda katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Endi esa asosiy mavzuga o'tamiz. Muammoning mohiyati. Avvallari pensiya tizimi nisbatan oddiy va tushunarli edi. Ko'pchilik uchun nafaqa miqdori deyarli hamma joyda bir xil bo'ladi degan tushuncha mavjud edi. Ya'ni siz qaysi viloyatda, qaysi shaharda yashashingizdan qat'i nazar, agar stajingiz va ishlagan lavozimingiz bir xil bo'lsa, pensiyangiz ham taxminan bir xil bo'lishini kutardingiz. Bu tizim o'zining soddaligi bilan qulay edi, ammo bir qancha muhim jihatlarni, xususan hududlararo farqlarni, yashash sharoitlari va ehtiyojlardagi tafovutlarni inobatga olmay qolardi. Odamlar pensiya oladi va shu bilan davlatning ijtimoiy ta'minoti tugaydi deb o'ylashardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgargan so'nggi yillarda. Davlatimizning ijtimoiy siyosatdagi chuqur islohotlar tufayli har bir fuqaroga, ayniqsa ehtiyojmand qatlamlarga yanada ko'proq g'amxo'rlik ko'rsatish maqsadida yangi mexanizmlar joriy etilmoqda. Endi nafaqa va ijtimoiy to'lovlar tizimi faqatgina markaziy pensiya jamg'armasi orqali amalga oshirilmayapti. Aksincha, hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi yashash minimumi, aholining o'ziga xos ehtiyojlari va eng muhimi mahalliy byudjet imkoniyatlaridan kelib chiqib 65 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun qo'shimcha to'lovlar va ijtimoiy yordam dasturlari joriy etilmoqda. Bu degani bir hududda mavjud bo'lgan qo'shimcha to'lov boshqa hududda bo'lmasligi yoki miqdori boshqacha bo'lishi mumkin. Bu yangilik ko'pchilik uchun, ayniqsa o'z viloyati yoki tumandagi imkoniyatlardan bexabar yurganlar uchun haqiqiy shok bo'ladi. Sababi ko'pchilik o'zlariga tegishli bo'lgan millionlab so'mlarni bilmasdan, foydalanmasdan o'tkazib yubormoqda. Endi mana shu jarayonning batafsil tafsilotlariga kirishamiz. Birinchi asosiy qism, siz bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim jihatlar. Kimlar bunga e'tibor berishi kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin. Avvalo shuni tushunish kerakki, bu qo'shimcha to'lovlar sizning asosiy pensiyangizga qo'shiladigan, lekin undan alohida bo'lgan mablag'lardir. Ular har bir hududning o'ziga xos ijtimoiy dasturlari doirasida taqdim etiladi va odatda markaziy byudjetdan emas, balki mahalliy byudjetdan moliyalashtiriladi. Shuning uchun ham ularning shartlari, miqdor va berilish tartibi hududdan hududga farq qiladi. Bu to'lovlar ko'pincha ma'lum bir shartlarga bog'liq bo'ladi. Masalan, yolg'iz yashovchi keksalarga, pensiyasi minimal miqdordan past bo'lganlarga, nogironligi bo'lgan shaxslarga, urush va mehnat faxriylariga yoki uzoq yillar xizmat qilganlarga berilishi mumkin. Kimlar bunga alohida e'tibor berishi kerak? Agar siz 65 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki tez orada shu yoshga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, albatta diqqatli bo'ling. Ayniqsa agar sizning oilaviy daromadingiz nisbatan past bo'lsa, yolg'iz yashasangiz. Surunkali kasalliklaringiz bo'lsa yoki ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj hisoblansangiz, bu ma'lumot aynan siz uchun juda muhimdir. Chunki ko'plab hududiy dasturlar aynan mana shu toifadagi fuqarolarga yordam berishga qaratilgan. Kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Aslida bu videoni ko'rayotgan har bir 65 yoshdan oshgan inson o'z hududidagi imkoniyatlarni tekshirib ko'rishi shart. Biroq agar siz allaqachon barcha mavjud imtiyozlardan foydalanayotgan bo'lsangiz, yuqori daromadga ega bo'lgan oilada yashasangiz yoki sizning pensiyangiz minimal yashash darajasidan sezilarli darajada yuqori bo'lsa, ehtimol siz qo'shimcha to'lovlar uchun kamroq da'vogar bo'lishingiz mumkin. Ammo shuni unutmangki, har bir holat individualdir va tekshirib ko'rish hech qachon zarar qilmaydi. Endi esa ushbu qo'shimcha to'lovlarning qanday bo'lishi mumkinligini tushunishingiz uchun bir nechta real hayotiy misollarga murojaat qilaylik. Shuni eslatib o'tishim kerakki, bu misollar faqat tasviriy xususiyatga ega. Ya'ni bu raqamlar va shartlar sizning hududingizda biroz farq qilishi mumkin. Ammo ularning mohiyati bir xil bo'ladi. Birinchi misol Samarqand viloyati. Tasavvur qiling, Samarqand viloyatida 65 yoshdan oshgan
yakka o'zi yashovchi va pensiyasi minimal miqdordan past bo'lgan keksa fuqarolarga har oyda 2,5 ming so'm miqdorida qo'shimcha to'lov belgilanadi. Bu nafaqa, masalan, takvim yoshli Oysha momo uchun haqiqiy najot bo'ldi. Uning pensiyasi erta vafot etgan turmush o'rtog'ining staji tufayli juda kam edi. Taxminan 700 ming so'm atrofida. Ya'ni u o'zining kundalik ehtiyojlarini qoplashda doim qiyinchiliklarga duch kelardi. Ayniqsa dori-darmon xarajatlari uni qiynardi. Ammo viloyatda joriy etilgan ushbu yangi dastur haqida mahalla faollaridan eshitib, tegishli idoralarga murojaat qilgandan so'ng unga har oyda qo'shimcha 2,5 ming so'm ajratiladigan bo'ldi. Qo'shimcha 2,5 ming so'm bilan u endi o'zining kundalik ehtiyojlarini, dori-darmonlarini va oziq-ovqatini yaxshiroq ta'minlay olmoqda. Ba'zida nabiralarga kichik sovg'alar ham olish imkoniga ega bo'ldi. Bu uning hayot sifatini sezilarli darajada oshirdi. Bu misolda ko'rib turganingizdek, qo'shimcha to'lov nafaqat moddiy yordam, balki keksa insonga jamiyat g'amxo'rligi borligini his ettiruvchi ruhiy madad hamdir. Ikkinchi misol, Farg'ona vodiysi Andijon viloyati. Andijon viloyatida esa urush faxriylari va mehnat fronti ishtirokchilariga. Ularning yoshidan qat'i nazar, ammo 65 yoshdan oshgan bo'lsa, har chorakda 500 ming so'm miqdorida bir martalik yordam puli ajratish tizimi mavjud. Bu to'lov asosan ularning sog'lig'ini mustahkamlash, dam olishlar yoki ma'lum bir maishiy ehtiyojlarini qoplash maqsadida beriladi. Faraz qilaylik, taqimiz 5 yoshli Ahmad Bobo, Ikkinchi jahon urushining mehnat fronti ishtirokchisi. Uning pensiyasi yaxshi bo'lsa ham, yoshi ulug' bo'lgani sababli doimiy tibbiy ko'riklar va dori-darmonlarga ehtiyoji bor. Bu choraklik 500 ming so'm unga nafaqat yangi ko'zoynak sotib olishga, balki uyiga ba'zi zaruriy ta'mirlash ishlarini qilishga ham yordam beradi. Bu nafaqat ularning moddiy ahvolini yaxshilaydi, balki jamiyatning ularga bo'lgan hurmatini va cheksiz minnatdorligini ham ifodalaydi. Bunday to'lovlar ko'pincha alohida bayramlar yoki muhim sanlar arafasida berilishi ham mumkin. Uchinchi misol, Toshkent shahri. Toshkent shahrida yashash narxi yuqori bo'lganligi sababli 15 yoshdan oshgan, umumiy oila daromadi belgilangan chegaradan oshmaydigan keksa fuqarolarga har oyda 300 ming so'mgacha bo'lgan kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya to'lanishi mumkin. Bu ayniqsa qish mavsumida isitish xarajatlari ortganida juda katta yordamdir. Misol uchun 7000 yoshli Gulnora opa Toshkentning markaziy tumanlaridan birida yashaydi. Uning pensiyasi va oilasining boshqa daromadlari belgilangan me'yorlardan biroz oshiq bo'lsa-da, kommunal to'lovlar, ayniqsa gaz va elektr energiyasi uchun xarajatlar uning byudjetiga sezilarli ta'sir qiladi. U bu to'lovlar haqida bilib murojaat qilganda unga har oyda 200 ming so'm miqdorida kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya ajratildi. Bu uning byudjetiga yengillik olib keldi va u endi bu pulga o'zining boshqa ehtiyojlarini qoplashi mumkin bo'ldi. Bu dastur shahar sharoitlarida yashayotgan keksa avlod vakillarining og'irini yengillatishga qaratilgan amaliy qadamdir. Bu misollardan ko'rinib turibdiki, hududiy qo'shimcha to'lovlar turli shakllarda va turli shartlar asosida amalga oshirilishi mumkin. Ularning barchasi bitta maqsadga xizmat qiladi. Keksa avlod vakillarining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish va ularning hayot sifatini yaxshilash. Bu dasturlar orqali davlatimiz o'z fuqarolariga doimiy g'amxo'rlik ko'rsatayotganini namoyish etadi. Ikkinchi asosiy qism, qoidadan istisnolar, e'tibor berish kerak bo'lgan jiddiy holatlar va ko'pincha ko'zdan chetda qoladigan nozik jihatlar. Bu qo'shimcha to'lovlar tizimi har qancha xayrli bo'lmasin, uning o'ziga xos murakkabliklari va tuzoqlari borligini inobatga olish zarur. Har bir qoidaning istisnolari mavjud bo'lgani kabi, bu ijtimoiy dasturlarda ham shunday holatlar uchraydi. Istisnolar: biring, boshqa turdagi yordamlar. Ba'zi hududiy dasturlar, agar siz allaqachon davlatdan boshqa yirik turdagi ijtimoiy yordam yoki imtiyozlar olgan bo'lsangiz, qo'shimcha to'lov olish huquqingizni cheklashi mumkin. Masalan, agar sizga maxsus pensiya turi tayinlangan bo'lsa yoki siz katta miqdordagi boshqa nafaqalarni olsangiz, siz bu yangi qo'shimcha to'lovlardan foydalana olmasligingiz mumkin. Bu adolat tamoyili bo'lib, yordamga haqiqatdan ham muhtoj bo'lganlarga ko'proq imkoniyat berishni maqsad qilgan. Ikki professional guruhlar, ba'zi kasb egalari, masalan, sobiq harbiy xizmatchilar yoki maxsus davlat idoralarida ishlagan shaxslar uchun o'ziga xos pensiya ta'minoti mavjud. Bu toifadagi fuqarolarga qo'shimcha hududiy to'lovlar ba'zan tatbiq etilmasligi mumkin. Chunki ularning pensiya
miqdori va imtiyozlari odatda yuqori bo'ladi. Uchun yashash shartlari ko'pgina hududiy dasturlar ma'lum bir hududda uzoq muddat yashashni talab qilishi mumkin. Masalan, kamida 5 yil davomida shu viloyatda doimiy ro'yxatda bo'lish kabi shartlar qo'yilishi mumkin. Bu hududiy byudjet resurslari faqatgina o'z aholisiga yo'naltirilishini ta'minlash maqsadida qilinadi. Tuzoqlar va qiyinchiliklar bexabarlik eng katta tuzoq bu ma'lumotning yetishmasligi. Ko'pchilik o'z hududida bunday dasturlar bo'lganini bilmaydi va shuning uchun ulardan foydalana olmaydi. Bu video aynan shu muammoni hal qilishga qaratilgan. 2. Byurokratiya va hujjat ishlari. Ariza berish jarayoni ba'zan murakkab va ko'plab hujjatlarni talab qilishi mumkin. Keksa yoshdagi kishilar uchun bu hujjatlarni yig'ish va tegishli idoralar bo'lish jiddiy qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Xususan oila tarkibi, daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnomalarni olish uchun bir nechta idoralarga bo'lish zarurati paydo bo'ladi. 3. Ariza topshirish muddatlari. Ba'zi qo'shimcha yordam turlari, masalan, bir martalik to'lovlar, faqat yilning ma'lum davrlarida yoki ma'lum bayramlar oldidan berilishi mumkin. Bu muddatlarni bilmaslik sizni shu imkoniyatdan mahrum qilishi mumkin. 4. Qonunchilikdagi o'zgarishlar. Ijtimoiy himoya sohasidagi qonunlar va me'yoriy hujjatlar vaqti bilan o'zgarishi mumkin. Yangi qoidalar joriy etilishi yoki mavjudlarga o'zgartirishlar kiritilishi mumkin. Bu esa fuqarolardan doimiy ravishda axborotni kuzatib borishni talab qiladi. 5. Firibgarlik sxemalari. Ba'zi shaxslar yoki tashkilotlar keksa fuqarolarning bexabarligidan foydalanib qo'shimcha to'lovlarni olishda yordam berishni taklif qilishlari mumkin. Buning evaziga noqonuniy to'lovlar talab qilishlari mumkin. Bunday firibgarlik sxemalaridan juda ehtiyot bo'lish kerak. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni yoki pulingizni shubhali shaxslarga bermang. Ko'zdan chetda qoladigan nozik jihatlar. 1. Oila daromadini hisoblash. Oila daromadi deganda nimani tushunish kerak? Faqatgina pensionerning shaxsiy daromadimi yoki uning bilan yashaydigan barcha oila a'zolarining umumiy daromadlari ham hisobga olinadimi? Bu jihat hududiy dasturlar shartlarida aniq ko'rsatilishi kerak. Ba'zi dasturlar nafaqat pensionerning, balki uning bilan yashaydigan farzandlarning, kelinlarning yoki boshqa qarindoshlarning daromadlarini ham hisobga oladi. Bu esa LGBTga ta'sir qiladi. 2. Mulk chegaralari. Ba'zi hududiy qo'shimcha to'lovlar uchun agar sizning nomingizda bir nechta ko'chmas mulk, masalan, ikkinchi uy yoki dacha mavjud bo'lsa, sizga rad javobi berilishi mumkin. Bu davlat yordamini haqiqiy ehtiyojmandlarga yo'naltirish prinsipidan kelib chiqadi. Avtomatik yoki ariza asosida. Barcha qo'shimcha to'lovlar ham avtomatik tarzda tayinlanmaydi. Aksariyat hollarda siz bu to'lovlarni olish uchun shaxsan ariza bilan murojaat qilishingiz va kerakli hujjatlarni taqdim etishingiz shart. Bu muhim nuans, chunki ko'pchilik bu to'lovlar avtomatik tarzda ularning pensiyasiga qo'shiladi deb o'ylaydi. 4. To'lovning muddati. Qo'shimcha to'lov bir martalikmi, bir yilga tayinlanadimi yoki doimiy ravishda har oy beriladimi? Bu ham dasturning shartlariga bog'liq bo'ladi. Ba'zi yordamlar bir martalik moliyaviy ko'mak bo'lsa, boshqalar doimiy ravishda sizning pensiyangizga qo'shilib berilishi mumkin. 5. Inflyatsiyaga moslashish, indekslash. Ba'zi qo'shimcha to'lovlar inflyatsiya darajasiga qarab indekslanishi mumkin. Ya'ni ularning miqdori har yili qayta ko'rib chiqilib, oshirilishi mumkin. Ammo bu har doim ham shunday emas. Shuning uchun har yil yoki ma'lum muddatlarda to'lov miqdorini tekshirib turish muhimdir. Chunki ba'zi to'lovlar bir necha yillar davomida o'zgarishsiz qolishi mumkin. Bu esa ularning qadrsizlanishiga olib keladi. Ushbu nozik jihatlarni tushunish sizga tegishli bo'lgan qo'shimcha imkoniyatlardan to'liq foydalanishga yordam beradi va kutilmagan qiyinchiliklardan saqlaydi. Amaliy maslahatlar. Endi esa eng muhim qismga keldik. Siz ushbu ma'lumotlardan qanday qilib amalda foydalanishingiz mumkinligi haqida aniq ko'rsatmalar. Sizning harakatingiz kerakli natijaga erishishingiz uchun juda muhimdir. Birinchi qadam. O'z hududingizdagi tegishli organlarni aniqlash. Bu eng birinchi va muhim qadamdir. Siz yashayotgan hududda, viloyat, shahar yoki tuman qaysi tashkilotlar ijtimoiy ta'minot va qo'shimcha to'lovlar masalalari bilan shug'ullanishini bilishingiz kerak. Odatda bu pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlari, mahalla va oilani qo'llab-quvvatlash bo'limlari yoki mahalliy hokimlik huzuridagi ijtimoiy ta'minot bo'limlari bo'lishi mumkin. Ba'zi hollarda inson ijtimoiy xizmatlar markazlari ham bu masalalarda maslahat berishi va yordam ko'rsatishi mumkin. Eng oson yo'li o'z mahallangizga murojaat qilish.
mahalla raisi yoki hokim yordamchisi sizni to'g'ri manzilga yo'naltirishi shart. Ikkinchi qadam ma'lumot to'plash. Hududiy organlarni aniqlab olganingizdan so'ng, ularga murojaat qilib, 65 yoshdan oshgan shaxslar uchun qanday qo'shimcha to'lovlar mavjudligi, ularga kimlar da'vogar bo'lishi mumkinligi va qanday hujjatlar talab qilinishi haqida batafsil ma'lumot olishingiz kerak. Telefon orqali yoki shaxsan borib maslahat olishingiz mumkin. Savollaringizni aniq va tushunarli tarzda berishga harakat qiling. Masalan, 65 yoshdan oshgan keksalarga qanday qo'shimcha to'lovlar bor? Yolg'iz yashovchi pensionerlarga qanday yordamlar ko'rsatiladi? Qanday hujjatlar taqdim etishim kerak? Har bir tafsilotni yozib oling, chunki bu sizga keyingi bosqichlarda yordam beradi. Uchinchi qadam hujjatlarni tayyorlash. Qo'shimcha to'lovlarni olish uchun sizdan ma'lum bir hujjatlar to'plami talab qilinadi. Bu jarayon ba'zan murakkab tuyulishi mumkin, ammo bu sizning huquqingizni tasdiqlovchi asosiy qadamdir. Har bir hujjatning o'z o'rni va ahamiyati bor. Shuning uchun ularni e'tibor bilan yig'ish kerak. Odatda talab qilinadigan asosiy hujjatlar ro'yxati quyidagicha bo'lishi mumkin. Pasport va uning nusxasi, pensiya guvohnomasi uning nusxasi. Oila tarkibi to'g'risidagi ma'lumotnoma mahalla fuqarolar yig'inidan olinadi. Daromadlar to'g'risidagi ma'lumotnoma agar talab qilinsa, bu sizning yoki oilangizning umumiy daromadini tasdiqlaydi. Yakka o'z yashash haqidagi tasdiqlovchi hujjat. Agar siz yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz, bu ham mahalla orqali tasdiqlanadi. Nogironlik to'g'risidagi guvohnoma agar mavjud bo'lsa, bank hisob raqami rekvizitlari pul o'tkazish uchun. Boshqa qo'shimcha hujjatlar ham talab qilinishi mumkin. Shuning uchun ikkinchi bosqichda barcha kerakli hujjatlar ro'yxatini aniqlab olish juda muhimdir. 4-qadam. Arizani topshirish. Tayyorlangan hujjatlar to'plami bilan tegishli organga shaxsan borib murojaat qilish lozim. Arizani to'g'ri va to'liq to'ldirishga e'tibor bering. Agar o'zingiz to'ldirishda qiynalsangiz, idora xodimlaridan yordam so'rashdan tortinmang. Ba'zi hududlarda, ayniqsa Toshkent kabi yirik shaharlarda elektron hukumat portallari orqali yoki onlayn xizmatlar markazlari yordamida ariza berish imkoniyatlari ham mavjud bo'lishi mumkin. Ammo bu hali keng tarqalmagan va ko'pincha shaxsan murojaat qilish afzalroqdir. Arizangiz qabul qilinganligi to'g'risida hujjat yoki ro'yxatdan o'tkazilganligi haqida tasdiqnoma olishni unutmang. Bu hujjat arizangizning ko'rib chiqilish jarayonini kuzatib borish uchun asos bo'ladi. 5-qadam. Jarayonni kuzatib borish va javob kutish. Arizangiz ko'rib chiqilish muddati qancha ekanligini aniq bilib oling. Odatda bu bir necha ish kunidan bir oyga qadar bo'lishi mumkin. Belgilangan muddat ichida javob olmasangiz, qo'ng'iroq qiling yoki yana bir bor murojaat qiling. Jarayonni nazoratda ushlab turing. Agar sizga rad javobi berilsa, buning sababini aniq bilib oling va agar asosli sabablar bo'lmasa, yuqori turuvchi organlarga shikoyat qilish huquqingiz borligini unutmang. Eng muhim maslahat. Hech qachon savol berishdan qo'rqmang. Agar tushunmagan joyingiz bo'lsa, so'rang. Agar hujjatlarni yig'ishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, oila a'zolaringizdan, ishonchli do'stlaringizdan, mahallangizdagi faollardan yoki jamoat tashkilotlaridan yordam so'rang. Davlatimiz o'z fuqarolariga g'amxo'rlik qilishga tayyor va bu imkoniyatlardan foydalanish sizning huquqingizdir. Xulosa va yakuniy chaqiruv, aziz do'stlar. Bugungi videomizda men sizga 15 yoshdan oshgan fuqarolarimiz uchun hududiy qo'shimcha to'lovlar, ularning ahamiyati, kimlar ularga da'vogar bo'lishi mumkinligi va ularni olish uchun qanday qadamlar qo'yish kerakligi haqida atroflicha ma'lumot berdim. Ko'rdingizki, bu mavzu juda murakkab, ammo ayni paytda juda muhim. Bu nafaqat sizning moddiy ahvolingizni yaxshilaydi, balki sizga bo'lgan g'amxo'rlik va e'tiborni ham his qildiradi. Bu to'lovlar ko'pincha keksalik davrida duch keladigan ko'plab moddiy qiyinchiliklarni yengillashtirishga xizmat qiladi. Dori-darmon, oziq-ovqat yoki kommunal to'lovlar uchun qo'shimcha mablag' bo'lib, sizning hayot sifatini sezilarli darajada oshiradi. Endi esa sizning navbatingiz. Sizning hududingizda bunday to'lovlar bormi? Agar bo'lsa, siz ulardan foydalanyapsizmi? Yoki bu ma'lumotlar siz uchun butunlay yangilik bo'ldimi? Fikringizni va tajribangizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa odamlarga ham yordam beradi va ularni o'z huquqlarini talab qilishga undaydi. Videoga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Chunki oldinda sizni yana ko'plab foydali ma'lumotlar va qimmatli maslahatlar kutmoqda. Biz birgalikda o'z huquqlarimizni himoya qilamiz va yaxshiroq hayot sari intilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, aziz do'stlar.